Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun pedagogika fanidan sizlar bilan xalqaro baholash dasturlari me'yoriy asoslar mavzusida dars o'tamiz. Dars o'tish jarayonida faqat pedagogdan, pedagogik mahoratdan tashqari talabalar bilan ishlash, talabalarga yondashish, shaxsiy yondashish va zamonaviy pedagogikaning asosi bo'lmish pedagogik mahoratni yanada oshirishimiz uchun aynan dars o'tishni bugun Dildoraxonga topshirgandik. Dildoraxon, marhamat, darsni tashkil qilishingiz mumkin. Nima uchun xalqaro baholash dasturlari muhim? Hozirgi kunda xalqaro baholash dasturiga PISA, TIMSS, PIRLS va IQC chaqqonligimizni, diqqatimizni rivojlantirish uchun didaktik o'yin o'ynaymiz. Jamoada bir-birlar bilan ishlashinglarni rivojlantiradi. Jadvaldan foydalanib va bu yerda birdan 25 gacha bo'lgan sonlarni belgilagan holda tezlikka ishlanadi. Aqlni jamlash talab etiladi va biz buni vaqt asosida tezroq belgilashni harakat qilamiz. Boshladik. Молодец, stop. 26 sekundda. Bugungi mashg'ulotimizda 01-24 yo'nalish talabalari juda ham faol ishtirok etishdi. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bugungi darsimiz barchaga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz.